to'liq videoni YouTube kanalimizda ko'rasizlar. Xudo xolasa Cobalt avtomobilini tekshirib chiqamiz. Yili 2014, 153 ming halol dedilar. Hozir tekshirib olamiz. 130. O'zi 80 dan 140 gacha bo'ladi jigarlar. 107. Mashinani ko'rib chiqdik. Faqatgina mana shu joyda kraskasi bor ekan, ozginagina. Mana 195 946 o'zi qizil yonadi mana. Ekrani qizil bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Toza joyga qizil yonmaydi. Mana 889 146. Buyoqlari toza mana 137. Faqatgina mana shu kapot uchchasida kraska bor ekan. Probegini tekshirdik do'stlar. O'zingizlarga bitta ko'rsam probegi qaytgan chiqdi xudo xolasa. Qaranglar. Tekshirdik. 302 ming. Kompyuterda tabloda esa 153 ming. Bu degani 1,5 kuruk, ya'ni 150 ming qaytarilgan degani jigarlar. Mashina olguncha ehtiyot bo'linglar. Bizga murojaat qilsanglar tekshirib beramiz. 2014-yil Cobaltimiz polni tekshirib chiqdik. Aka aytganlaridek faqatgina oldi kapotida petnosi bor ekan, qolgan joyi absolyutni top-toza, metallari bor. Probegi 153 ming, o'zim ham bilmayman deganlar tekshirdik, 302 ming chiqdi, o'zingizlar ko'rdinglar. 1,5 kurukka probegi qaytarilgan ekan. Agarda kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Hamma mashinalarni tekshirib ko'rib beramiz jigarlar.